Assalomu alaykum azizlar. Biz yana bugun tavsiyamiz mumiyo foydalari haqida. Bu mumiyo foydalarini ko'pini aytib o'tganmiz. O'tgan videolarimizga kirsanglar, profilimizda bor. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da qo'yib boryapmiz. Bugungi foydasi, xudo xolasa, ayol erkakda zaiflashgan urug'lar haqida, ularga foydasi haqida juda yaxshi samarali foyda berganini ko'rganmiz buni. 87 ga kirgan otaxondan ham bu tavsiyani olganmiz, lekin kitobda ham bor ekan bu narsa. Buni nima qilasiz? Svet sozini olasiz, qirg'ichdan chiqazasiz. Unga bitta sozini sokini chiqazib, unga 2-3 gram momiyo qo'shasiz. Ya'ni moshdan sal kattaroq. Toza momiyoni qo'shasiz, aralashtirasiz va uni ichasiz. 20-25 kun ayol erkak ichiladi. Har doimgidek shu kechqurun ertalab 2 mahal ichiladi. Agar tabis ko'tarsa, kundalik damashniy tuxum bo'lsa, uni sarig'ini ajratib olib, o'shanga qo'shilib, boyagi mumiyo bilan sozin sokiga qo'shilib ichiladi. Sozin soki do'kondagi bo'lmaydi, korobkadagi bo'lmaydi. Tuxum boyagi inkubatorlikka yoki bo'lmasa boshqaniki bo'lmaydi. Hammasi tabiiy bo'lishi kerak. Azizlar, tabiiy giyoh kerak bo'lsa, bu Sirdaryo atrofida mana shu Baxt shahriga yaqin insonlar bo'lgan bo'lsa, Altayskiy mumiyolarimiz kelgan do'konimizda bor, har doimgidek meva bozordamiz. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Agar uzoqdagilar bo'lsa, jo'natma ham qilib beramiz. Kelaverasizlar. Mumiyoni yana ham ko'proq foydasi to'g'risida keyingi videolarimizda aytib o'tamiz. Qiziq bo'lsa, podpisatsiya bosib, reaksiya qoldirib, kommentariyada savolinglar bo'lsa qoldirib ketinglar. Shifo Allohdan, qolgani sabab inshaalloh. Alloh shifo bersin.